Hammaga assalomu alaykum. Bugun bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Chuchvara qilamiz. Qani ketdik. Xamiriga 2 ta tuxum solamiz. Tuzli suv va elangan unni solamiz. Xamir qilamiz endi. Tayyor tuzli suvimizni qo'shib olamiz. Xamirga xamirimiz tayyorlab olamiz. Mana xamirimiz tayyor. Mana lahm go'shti qiyma qilib chiqarib oldik. Rangini qaranglar, chiroyli. Mana shularni hammasini maydalab qiymani ichiga solamiz. Chuchvaramiz qiymasi tayyor. Piyoz, ziravorni qo'shib oldik. Chuchvaramiz xamiri tayyor. Endi buni yoyib olamiz.